Ayetda mana Murskoy soatlari вообще bomba skitkasi. Mana Al-Fazrda padarginal ekan. O'zi 750 ming sotilgan, 400 ming qilib berishyapti. Bu ozon vaqtida jirillayotgan, короче. Namoz vaqtini bildirib turadi. Bundan tashqari Al-Fazrda yana bitta manunisidan bor ekan. Bunisi 450 ming sotilgan. Buni 250 mingdan aşağı aytganimizda O'zbekiston bo'yicha dastlabki bor. Bundan tashqari mana yerda Casio bor ekan. Casio'da 180 ming sotilgan. Buni 100 ming so'mdan buni ham dastlabkasi bor. Xo'p, keyingi soatimiz. Buni modeli nima edi aka? Ipso original mana multimedialar ishlaydigan 350 ming sotilgan narsani 200 ming so'mdan qilib berishadi. Hamda Casio'da komplekt Jenskiy Murskoy komplektda 240 ming sotilgan 120 mingdan. Endi buni ikkosini 120 ming qilib berishyapti. Bu degani 60 ming so'mdan. 100 minglik plus 140 minglik telefonimiz 100 ming so'm. Zaryadligimiz 80 minglik 35 ming, 45 vatli 25 vatli 50 ming sotilgani 30 ming. Bundan tashqari buni soatda aytdik. Mana shu yerda ko'rib turgan soatlarga hammasiga 50% chegirma ketyapti hamda 20 mingdan 200 minggacha boshlangan remellari bor ekan soatda. Mana soat remellarini ham olishlari mumkin. Hamda mana mashinkamiz 100 ming so'm sotilgan 65 mingga qilib berishyapti. Bu realni haqiqatda skitka narx bo'lgan, bemalol telefon qilib dastlabki aytishlari mumkin. Farg'ona shaharda hozir, lekin O'zbekistonda любой joyga BTSdan chiqarib olinadi. Hozir mana Farg'ona shaharida juda zo'r skitka ketyapti. Mana Rolex Jenskiyda 200 ming sotilgan ekan, mana shuni 100 ming qilib beryapti ekanlar. Mana ularni 100 ming sotilganda 50 ming. Buni mana shu Remishoyda farqi bor ekan. Mana o'sha Rolex birga biri Jenskiysi. Buni narxini hozir telefon nomer qoldirib qo'yapman. 100 ming so'mga qizlar olsa bo'ladi mana. Farg'ona shaharida turibdi. Menimcha dastlabkini kelishib olasizlar. Ranglari bor, gullarni ko'rasizlar. Keyin Remishoyda juda ham katta kачествосida farqi bor. Bularni 100 ming sotilgan bo'lsa, buni 50 mingdan qilib beryapti ekanlar. Hozir lokasiyani aytamiz, nomer qoldirib qo'yamiz.